Mening o'g'lim beydi, atdiganda bir vaqt tayaqiydi, tushdi, bir vaqt tayaqiydi, kashkiga ba'zan jalb bir mevachi yeb, jim uxlab qolib ditqanlar bormi? O'g'il farzandni urib tarbiyalashdan boshqa tarbiyalash usulini o'ylab topolmamsiz sizlar. Siz bir hayvonotlar bog'chisidagi hayvon boqquchi bo'lmagandan keyin tuvanda bir necha xil to'g'ri usulni deb bir xo'shaqimizni bir anglab beramanman. Birinchisi, agar uyingizni baka qilsangiz, uyingizdagi o'g'lingizni jaqarib quchoqlab qo'ying. Qiz bola qolgan chog'da o'g'ilniki meni taraqqiyoti astroq bo'ldi. Mayli psixik taraqqiyotim bo'lsin yo fiziologik taraqqiyotim bo'lsin, bizning ko'ngil bo'lishimizga bek muhtoj. Ikkinchisi, o'g'lingizni yaratmaydigan ishni azroq qilamanman. Jaqarib maqtab qo'ying, jaqarib qo'llab qo'ying, jaqarib ko'ngil bilib qo'ying. Eng muhimi mush o'g'il farzandning dadasi mush ishlarni jaqarib qilib bering. Baxma. Uchinchisi, men mushtumda balaga boshqa qo'rqoq salamanman. Shu qo'rqoq salishdan eng qo'rqmaydigan o'g'illar. Qo'rqoq salish, tahdid salishni qanchalik jiqib bersinlar, eks ta'siri shunchalik eg'ir. To'rtinchisi, o'g'il farzand bilan ota-onaning orasidagi munosabat, qaysi munosabatda eng rahat tug'iladi deb desangiz, ota bola yo ona bola emas, el og'ini orasidagi munosabatda muomala qilsangiz eng rahat bo'ladi. Va masalaga siz yo'liqib qolamsiz yo bola yo'liqib qolamdi, sizning aloqangizdagi fikr almashtirishma texmi oson bo'ladi. Beshinchisi, o'g'il farzandingiz bir umusingiz xo'sh bo'lsam, kichikgina bolangizning aran tikilgan uzgu bo'lgan ishonchisini urib qochiruvsiz, shu bolangizning psixikasiga eg'ir ta'sir bo'ladi. Mumkin sizning o'g'lingiz aynan shu xijilchan, nanqapi, qo'rqanchoq bo'lib qolsa, voy ese deb qo'lingizni gach ishlab qolasiz. Eng oxirida ditqinim meningki, farzandlarini shu qattiq urtgan ota-onalar ularni bola deb boqitgan odamlarga berib, bozorda ayrim mushuk hayvonot sotitgan yerga qolanglar. Shu chayda quma hayvonotlarni akitib ko'ndirang, ko'nmagan yerga uring. Agar bak ochiq chiqmasa, tushib yevatsangizmi, bekim ochiqlab qolmaydi.